Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugun 2-iyun. Yozning 2-kuni bizda anchadan beri video qo'yganimiz yo'q edi ishlarimizdan. Bugun bir kattaroq ish uchrab qoluvdi. Kecha mashina Spark eski motor bilan jihozlangan. Mashinamiz kecha motorlarni tushirib yangi motorga tayyorlab olganmiz. Buni eski motorida bo'lgan holat mashina 1,5 yil, 2 yil davomida mashina o'z o'rnidan qo'zg'almay yurmagan. Mana bunday qilib shatunlarni egib tashlagan. Yurgizishganda. Buni aybini izlanib ham o'tirmadik. Ularni motorini o'zini remont qilgandan ko'ra boshqa olib kelib qo'yib qo'yurgan yaxshi. Arzon tushadi. Magazin Minoga borib ularning motorlari 3 millionga. Matizning motoridan ham arzon. Olib kelib shuna bosib tezlashtirib yurgizib chiqarib olgan juda ham yaxshi bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli ishonchli xizmatlar kerak bo'lib qolsa murojaat qilaverasizlar. 91 121 08 07